Bolalar, menimcha og'aynimizni yengi olgan uy shu bo'lsa kerak. Chaqirib ko'raylik-chi. Hozir ochyapman. Kelinglar. O'rtoqlarim, xush kelibsizlar. Oddiygina kulbay vayronamizga. Ha, hojim. Podvol bilan cherdagi qo'shganda 4 tashkil uy quribsiz. Xarobisin. Ha, o'zimmi hojim, ha? Lekin kazolarni mahallasidan uy qurib boplabsan. O'rtoq, birinchi o'rinda o'zingni ko'rib xursand bo'ldim. Uying juda ham chiroyli ekan. Ko'z tegmasi. Shu uyda ota-onang bilan, ahli ayoling bilan, bola chaqang bilan maza qilib yashash nasib qilib, shu uylarda ham yaxshi to'ylar bo'lsin, o'rtoq. Tabriklayman. Hammangga kattakon rahmat yo'qlab kelganlaring uchun. Qani, ichkariga marhamat. Bu dunyoga bir marta kelganingdan keyin shunaqa uylarda yashasang-de. Ziyosh, lekinchi qoyilman. Qanaqa Ziyosh? Maktabda Ziyosh edim. Hozir Ziyodillama. Sal orqa oldinga qarab gapir. Kim bilan gaplashayotganingni bilib, rastayani saqlab gaplash. Tushundingmi? Hojim, yoshligidan shunaqa chaqirib kelganmiz-ku. U yoshlikda edi. U paytlar o'tdi. Seni tushundim. Uzr. Ziyodirlar. Boy. O'rtoq, erishgan yutuqlaringni ko'rib, biz xursand bo'ldik. Yana bir o'tirgan bo'lib kelamiz. Bo'lmasa bizga ruxsat. Bitta pataqa qil. O'tirsalaring bo'lardi. Mayli, o'zlaring bilasanlar. Qani, o'zingdan bo'lsin. Allohim hech qaysi bir-birimizdan kam qilmasin. Eng kerakligi o'zligimiz bilan oqibatimiz ko'tarilmasin. Allohu akbar. Alo. Ha, o'rtoq, yaxshimisan? Ha, Bekzod sindoshimizdan adalar o'tib qoluvdi. O'shanga hamma shu yoqqa yig'ildi. Janoza peshinga bo'yotuvdi. O'sha kelasanmi deb o'tuvdim. Hamkorlarim bilan o'tirishim bor. Restoran zakaz qilib qo'yganman. Keyin patag'achilik kirib chiqarma. Tushunarli. Xo'p. Bo'pti. Keling aka. Assalomu alaykum. Har doimgidek ikkitami? Yo'q aka, bu safar ham bitta. Xo'p bo'ladi. Ey baraka top, qo'ling dard ko'rmasin. Ancha qo'ling kelib qopti, ham pulni olib qo'y. Menga qara o'rtoq, shu paytgacha qaysi og'aynimizdan pul olganimni ko'rgansan? Ko'p gapirma. Hammani olib qo'y. Har doim kelganimda chiroyli qilib kutib olsang bo'ldi. Bo'pti. Ha, Ismoil? Qalisan? Tuzumsan? Chachmabsan? Nima qilib o'tiribsan? Attu shuncha bo'lib kutib o'tiribmiz, kontrakt kamanda qilib. Ichlik? Narsani yo'q. O'rtoq, shu safar o'zlaring o'ynab turlaring, sal nasring ham yo'qroq. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Boya Ziyodilla og'aynimiz keluvdi. Azgina bir ikki so'm ko'p pul topib, o'zgarib qopti. Azgina gaplari ko'nglingga tegdi-da. Ha, o'zimizdan og'aynimiz Ziyodillani aytyapsanmi? Hazillashgandir, bilasan, ko'nglida kiri yo'q bola. Turoqqa ko'p gapirma, tur ketdi. Ha aka, bu safar endi ikkitami? Yo'q, bu safar ham bitta. Hozir beraman. Shahobiddin, bolam sanmisan? Assalomu alaykum buvijon, yaxshimisiz? Sinfdoshim yaxshimi? Bolam, bormisan? Anchadan o'rtog'ingni oldiga tushmay qo'yding-a? Buvijon, ishlar, oila, bola chaqa, ro'zg'or deganda o'zimni ozgina ortog'imga tusha olmayapti dedim. Bolam, o'rtog'ingni ozgina xabarib qo'ysang bo'lardi. Oxirgi vaqtda o'zgarib qolgan o'rtog'ing. 3-4 so'm pul topib, meni ham gaplarimni eshitmayapti. Bu pul qo'lga kirilsam o'rtog'ing tushunmayapti. Seni gapingga kirardi-ku, iltimos o'zing tushuntirib qo'y. Men ham qiynalib ketdim, iltimos sendan. Xo'p bo'ladi buvijon, sizni tushundim. O'rtog'im o'zi yaxshi bola. Bir ozgina adashib, yomon bolalarga qo'shilib qolgan nurdi. Hozirroq borib o'zim hammasini tushuntirib qo'yaman. Kechqurun xudo xohlasa yaxshi bola bo'lib oldingizga kiradi. O'tiradigan bo'lib chiqinglar, mayli. Men bora qoling. Mayli buvijon. Shuncha payt indamadim. Endi sen bilan gaplashamiz. Men bor uzr, ofisingizga ogohlantirmay kelyapman. Ziyodilla boy. Hamkorim bilan kattaroq ish gaplashyotgandik. Chiqib
O'tir, hozir chaqiraman. Menga ishingni ham, hamkoringni ham bir tillik qizig'i. To'g'ri o'rningdan bir joyga o'tib kelaylik. Men senga tushuntira olmadim shekilli. To'g'ri o'rningdan deyapman senga. Bo'lmasa siz bilan ertaga gaplashamiz qo'ygandim. Xo'p aka, kelishdi unda. Ertaga gaplashamiz. Haqqa bormoqchi edingmi? Yur ketdi. Xo'jayin, o'tiring. O'tir ketdi. Bunda emas, Matizda ketamiz. Yur ketdi. Siz bo'lmasa shinzi qilib turavering. Yur ketdi. Bu yoqqa deyapman. Tinchlikmi? Nega bu yoqqa keldi? Nima bu yoqqa keldi deysanmi? Mana shu insonga yaxshilab qarachi. Hop, ko'rdim. Nima ortu joying bor ekan? Hech qanaqa ortu joyim yo'q. Bu ham mendagi oddiy inson. O'zingni xohishing bilan bir tomchi peshobingni chiqara olmaydigan darajada ochisan. Unaqa bo'ladigan bo'lsa, nimaga kibrlanyapsan? Shu paytgacha yoshlikdan birga katta bo'lgan og'aynim deb indamadim. Lekin boya magazinda bu jonni ko'rgandan keyin bilmasang bilib qo'ygan. Bu hayotda tobut bilan mansabni egasi bo'lmaydi. Sandan zo'rlayam qabristonda jim yotibdi. Ishonmasang borib ko'rgin. Menga pulingni, yo mansabingni, seni kimligini qizig'i yo'q. Agar qizig'i bo'lganda eng yaqin yoshlikdan birga katta bo'lgan og'ayningman. Matiz yurgan bo'lmas edim. Voy bola, kech bo'lmasdan ko'zingni och. Boylik kibrlanish uchun emas, sinov uchun beriladi. Sinovdan chiroyli o'tgan. Do'stim, Ey o'rtoq, sendagi aybimni yuzimga aytib, o'zligimni eslatib turadigan bittagina do'stim boriga shukr. Ey do'stim, men adashimman. ey jigarim, Alloh kimgadir berib, kimgadir bermasdan sinar ekan. Muhimi berganda o'zingni, o'zligini yo'qotma. Kecha o'tgan kuningni unutma. Kelajak uchun tarixiy ham hissasi bor. Sinovli dunyo bu, unutma. Beraman desa 1 daqiqa yetadi. Olaman desa 1 soniya. Vaqtida o'ylab, tushunib yetgan bo'lsang, men xursandman do'stim. Ey do'stim, bir yoshlikni eslab, bitakka bor, maza qilamizmi? Ketdimi? Bo'ldi do'stim. Ozgina aka bilan o'tiraylik, boramiz. Bir yoshni eslab, maza qilamiz. Keling aka, bitta mol go'shimi? Yo'q aka, bu safar ikkita. Kimdir bilan birga keldingizmi? Ha aka, u qaytdi. Gap yo'q. Eski do'stlar baribir eski do'stlar-da. Aka, bitta ikkita xato qilsa kechib ketursiz, bu dunyoda do'stlik qoladimi? Do'st aybini yuziga yetadi. Do'stini xatosini to'g'rilaydi. Bilmasangiz bilib qo'ying aka, bu dunyoda do'stlik pul ustiga emas, oqibat ustiga quriladi. Non topib bering aka endi. Yoqimli ishtaha. Rahmat aka. Esingdami shu shopoyizdagi nonkob yangi ochilganda ikkalamiz birga keldik. Ha, esimda. Go'shtlarni qara buni. Shunga ham 8 yil bo'libdi. 8 yil ichida nonkob ham shu, do'stim ham shu. Lekin bitta men o'zgarimman. Kelavdiysa o'rtoq, kech bo'lmasdan hammasi tushunib yetdinu, nonkobdan so'masin. Ola qol. Dushmanlarga sirim sotmagan, ortimdan sira tosh otmagan, xiyonatning ta'min totmagan shu do'stimni asragin Allohim, doim menga bo'lsin hamroh.